Hozirgi kunda sun'iy intellekt jahon taraqqiyotining asosiy drayverlaridan biriga aylandi. Davlat boshqaruvidan tortib ta'lim va tibbiyot sohasigacha barcha yo'nalishlarda mazkur texnologiya inson faoliyati samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida mamlakatimizda ham sun'iy intellektni joriy etish va uni amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Hududlarda bu yo'nalishdagi bilim va ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan seminar, treninglar ham tashkil etilyapti. Toshloq tumani hokimi tashabbusi bilan sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish mavzusida seminar trening tashkil etildi. Biz aynan sun'iy intellektni rivojlantirishga, boshqarishga biz o'rgansak, ichiga kirsak va albatta biz uchun ishimizga sifatli natija olib keladi. Seminarda sun'iy intellektning jahondagi rivojlanish tendensiyalari, uning iqtisodiyot, ta'lim, tibbiyot va boshqa sohalardagi qo'llanishlar haqida batafsil ma'lumot berdi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini mahalliy sharoitga moslashtirish, IT sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash va yoshlar o'rtasida raqamli savodxonlikni oshirish muhimligini ta'kidladi. Sun'iy intellekt rivojlangan sari unga kiber xavfsizlik masalasi, ma'lumotlarni himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni qo'riqlash, ya'ni saqlash masalalari ham muhim masala sifatida qaralyapti. Ya'ni bu narsalarga ham alohida e'tibor berib, har bitta demak ma'lumotlarda xavfsizligi ta'minlanadi. Seminar davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olish hamda kelgusida tumanda raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt sohasini rivojlantirish bo'yicha taklif bildirishdi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.